Sizga savol, birinchi El Clasico'da kim yutgan? Yo, to'g'risi bilmayman, lekin juda ham qiziq savol. Kelinglar birgalikda buni tekshirib ko'ramiz. Hozir GPT dan so'rayman, keyin sizlarga javobini aytaman. Qaranglar, bu yerda ikki xil ma'lumot chiqyapti. Wikipedianing so'zlariga ko'ra, 1960-yilda o'tdi, ammo jamoalar bundan oldin paydo bo'lgan edi. 1960-yilda Real Madrid 1-8 finalda qaysi turnirligi ham yozilmagan lekin 2 marta Barselonani yutgan ekan. Ammo uni pastda esa birinchi El Clasico'da 1902-yil 13-may sanasida Barselona Realni 3-1 hisobida yutgan deb aytilyapti. Mana shunaqa. Tovuqli chempion bo'lsa kesama. Tushunmaganlar uchun o'tgan shunaqa savol-javobli videoyimda bitta odam so'ragan edi, ya'ni Premier Ligada kim chempion bo'ladi. Men Tottenham deb aytdim va mana izohlarda Daler akamiz shunday deb yozibdilar. Bo'ldi, eslab qolamiz ularning niklarni va Tottenham Premier Ligani yutgandan keyin sekin qaychilarni yuborishni boshlaymiz ularga. Birinchi kiygan futbol formangiz qaysi? Zo'r savol. Bu haqida allaqachon javob berib bo'ldim. Boshqa videoda u keyinchalik chiqadi. Ammo qisqacha aytib o'taman. Taxminan 6-7 yosh bo'lganimda menga adam Real Madrid formasidan bergan. Orqasida Bale deb yozilgan edi. Keyin esa bildimki Bale oldin Tottenhamda o'ynagan. Shu uchun ham keyinchalik men ham Tottenham muxlisi bo'lib ketdim. Bo'ldi, mana shunaqa. Savolinglar juda ham ko'p. Yaqinda 3-chi, 5-chi, 10-chi qismlarni ham chiqaramiz. Ammo u uchun bu videoga like bosib qo'yishingiz kerak. 10 mingta like yig'iladigan bo'lsa-da, o'shandagina keyingi qismlar sekin-sekin chiqishni boshlaydi. Va agarda sizda ham shunaqa qiziq futbol haqida yoki shaxsiy hayot haqida savolinglar bo'ladigan bo'lsa, izohlarga yozib ketinglar.